Buning o'zi do'ppi so'zi nima ma'no anglatishini bilasanmi? Bilaman albatta. Qana degan u? Bu turkiy so'z tubedan olingan. Ma'nosi ust, yuqori degan. Ular orasida eng yoshi kattasi farg'onalik do'ppilar. Eng ko'zga tashlanadigani Buxoro do'ppilari. Nega? Chunki ular zar ip bilan tikiladi-da, yaltirab turadi. To'g'ri. Surxondaryo va Qashqadaryo do'ppilarining shakli yumaloq, bezaklari rangli bo'ladi. Musbatoy, nega ularning bir xillari baland, bir xillari pastroq tayyorlanadi? Iqlimga qarab. Yo'q, Havosi o'rtacha yerlarda do'ppilarning balandligi ham o'rtacha bo'ladi. Namgarchilik ko'p joylarda balandroq, quruq issiq joyda yashovchilar boshga yaqinroq turadigan kaltaroq do'ppilarni kiyishadi. Zamonaviy til bilan aytganda, do'ppichi ventilyatsiya vazifasini bajaradi. Bosh miyani issiq va sovuqdan himoya qiladi. Shuningdek, lat yeyishdan ham. To'g'ri. Qiziq. Mana shu do'ppilarga kamera o'rnatsak qanaqa bo'larkin? Nima qilasan kamerani? Atrofda nimalar bo'layotganini bilish uchun. Deylik, ortimdan kim kelayotganini bilmoqchi bo'lsam, o'girilib qaramas edim. Yaxshi fikr. Aytganlarimiz do'ppilar haqidagi ma'lumotlar. Qadimda domofon vazifasini bajaruvchi narsalar haqida esa ertaga gaplashamiz.